Quyida berilgan mantiqiy sxemaning qiymati A va B ning nechta holatida yolg'on bo'ladi? E'tibor qiling. Yolg'on qiymatlarini topishimiz kerak. Birinchi bizda mana bunday sxema berilyapti ustozlar. Demak, bu mantiqiy sxemaning mantiqiy ifodasini tuzish orqali undagi A va B ni nechta holatida yolg'on yoki rostligini topishimiz mumkin. Bu yerda topishimiz mumkin mana bu chizma orqali ham. Bunda sal chalkashib ketamiz. Sababi demak, B yolg'on, A yolg'on holatida, B yolg'on, A kechirasiz. B yolg'on, A rost holatida, B rost, A yolg'on holatida, B ham rost, A ham rost holatda, ana shu to'rtta holatda bunday qarab bularni inkorini, konjunksiyasini, dizjunksiyasini olib chiqib, oxirini hisoblashimiz kerak. Bu bizda sal qiyinroq usul, adashib ketishimiz mumkin. Shuning uchun mantiqiy ifodasini tuzamiz. Shu orqali mantiqiy ifoda tuzishni ham o'rganamiz va uni o'sha jadvalga ham solib ketamiz. Qarang, qanday tuziladi? Demak, birinchi e'tibor qiling. A va B ning dizjunksiyasini olamiz. E'tibor qiling. A dizjunksiya B mantiqiy ifoda tuzamiz. Demak, ikkalasining e'tibor qiling, ikkalasining dizjunksiyasidan chiqib mana bu B ning inkoriga AND bo'lyapti. Ya'ni bu dizjunksiya qavsda bo'ladi. Nima uchun? AND bajarilishi kerak dizjunksiyadan keyin. Shuning uchun qavsga olib qo'yamiz. Demak, qavsga olamizda AND, ya'ni konjunksiya bajariladi. Inkor nimaga? B ga. Mana. Inkor B ga. Mana qarang, inkor mana not-ku. Shuning uchun inkor B ga ko'paytma bo'lyapti. Endi shuni ham qavsga olamiz. Mana umumiy katta qavsga olamizda. Demak, konjunksiya qilib qo'yamiz. Mana bu konjunksiya. Endi pastdan mana bu pastdagi chizma bilan kelishimiz kerak. E'tibor qiling, mana A bilan B ni, ya'ni dizjunksiyasini olamiz, pastga qarab yo'naltiramiz endi buni. E'tibor qiling, mana pastga qarab yo'naltiramiz. Demak, A mana shuni sal beroqdan yozaman. A, chunki qavslar yozamiz. A dizjunksiya, yana mana bunga kelyapmiz. Dizjunksiya B bu qavsda bo'ladi. Buni yana mana e'tibor qiling, bundan chiqyapti-da, boya bu yoqqa yo'naltirgan bo'lsaylik, endi mana bu pastga yo'naltiryapmiz mana. Pastga yo'naltiryapmiz. Xo'p, demak, ko'paytma bo'lyapti, ya'ni konjunksiya bo'lyapti. Konjunksiya A ning inkoriga, e'tibor qiling, inkor A ga. Inkor A ga. Buni ham qavsga olib qo'yamiz. Qavsga olib qo'yamiz. Shundan chiqadigan natija nima bo'lish kerak? Mana bunga OR bo'lish kerak. E'tibor qiling. OR, ya'ni dizjunksiya bo'lish kerak mana. Dizjunksiya yozamiz mana, dizjunksiya. Nima qilamiz? A B ning dizjunksiyasini. Qavsda ichida A dizjunksiya B ni qavsga olib qo'yamiz va mana shuni umumiy hammasini bitta qavsga oladigan bo'lsaylik, bundan chiqadigan natija, e'tibor qiling, mana shundan chiqadigan natija shunday keladida, mana bunga AND bo'ladi. Ya'ni bundan chiqadigan natija mana bu yerga keladi, mana AND bo'lib. Birinchi yuqoridagi chizma bilan bunga AND bo'lib keladi-da. Shuning uchun umumiy katta qavsga olib qo'ydik. Xo'p, endi bajaramiz. Qanday holatda? Endi mana bularni chizma orqali hisoblaymiz. Demak, A rost, yolg'on, B yolg'on. A yolg'on, B rost. A rost, B yolg'on. A rost, B rost holatida tekshiramiz. Endi e'tibor qiling, mana bu yerda ham A, B bor. Ana shunga bir xil qiymat qo'yib chiqamiz. Yolg'on, 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 rost, rost, yolg'on, rost, rost. Mana bu yerda ham xuddi shunday natija bor. Demak, yolg'on, 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 rost, rost, yolg'on, rost, rost. Endi e'tibor qiling, mana bu yerda B ning inkori turibdi. Mana bu yerda B nima bo'lib turgan bo'lsa, shuni inkorini yozib olamiz. Demak, bu yerda yolg'onida, bu yerda rost bo'ladi. Bu yerda rostida yolg'on bo'ladi. Bu yerda yolg'on rost bo'ladi. Bu yerda rost yolg'on bo'ladi.
Endi mana bu yerda aning inkori bu. Bu yerda nima bo'lib turgan bo'lsa, shularning inkori bo'ladi. E'tibor qiling, ikkita yolg'on, ikkita rost bo'ladi. Birato'la inkorini olib olyapmiz-da. Ikkita rostida, ikkita yolg'on bo'ladi. E'tibor qiling, mana bu qavslarni ichini birin-ketinlik bilan endi bajaramiz. Xo'p. Demak, mana bu yerda A, B ning dezunksiyasi. Dezunksiyasi, e'tibor qiling, dezunksiyasining ta'rifini aytib ketaman. Dezunksiyani ikkalasi ham bir vaqtda rost bo'lganda rost, kechirasiz. Ikkalasi ham bir vaqtda yolg'on bo'lganda yolg'on, qolgan barcha holatlarda rost qiymat qabul qiladi. Demak, mana bunda ikkalasi ham yolg'on bo'ladi. Qolgan barcha holatlarda nima bo'ladi? Rost bo'ladi. Bu dezunksiyaning ta'rifi. Endi bundan chiqadigan natija bilan mana buni natijasini nimasini olamiz? Konjuksiyasi. Konjuksiyaning ta'rifi ikkalasi ham rost bo'lganda rost, qolgan barcha holatlarda yolg'on qiymat qabul qiladi. Demak, biri yolg'on, biri rost, yolg'on bo'ladi. Biri rost, biri yolg'on bo'ladi. Ikkalasi ham rost bo'ladi. Biri rost, biri yolg'on bo'ladi. Mana birinchi qavsimizda ichidan chiqqan natija. Buni e'tiborimizda qoladi, chunki mana bu qavslardan chiqqan natija bilan oxirida konjuksiya qilishimiz kerak-da. Konjuksiyasini olishimiz kerak. Shuning uchun turburchaga olib qo'ydim. E'tibor qiling, endi mana shu yerda dezunksiyani bajaramiz. Dezunksiya yolg'on, rost. Va A ning inkori bilan konjuksiyasi. Bu yolg'on bo'ladi. Rost bo'ladi. Rost yolg'on bo'ladi. Rost yolg'on bo'ladi. Endi bu chiqqan natija bilan bu ham e'tiborimizda turib tursin. Sababi mana bundan chiqqan natija bilan dezunksiyasini olishimiz kerak. Xo'p, demak, yolg'on, rost. Endi mana bu natija bilan e'tibor qiling, mana bu natijani nimasini? Dezunksiyasini olamiz. Biz mana bu chizma bilan chalg'itmaslik uchun ikkalasini ham o'chiraman, faqat sizga tushunarli bo'lishi uchun chizdim. Xo'p, demak, yolg'on bilan yolg'on nima bo'ladi? Dezunksiyasi yolg'on. Rost bilan rost bo'ladi. Yolg'on bilan rost bo'ladi. Yolg'on bilan rost bo'ladi. Endi mana bu chiqqan natija bilan birinchi qavsimizda ichidagi chiqqan natijani konjuksiyasini olamiz. Demak, yolg'on bilan yolg'on bo'ladi. Yolg'on bilan rost bo'ladi. Rost bilan rost bo'ladi. Konjuksiyasi yolg'on bilan rost yolg'on bo'ladi. Mana bu oxirgi chiqqan natijamiz. Demak, nechta holatda? 3 ta holatda yolg'on bo'lar ekan. 3 ta holatda.